elitniy lokatsiyadan sifatli qurib bitkazilgan hovli qidirayotgan mijozlarimiz uchun juda ham zo'r taklifimiz chiqyapti. Mirzo Ulug'bek tumani Sayohat ko'chasida 4,5 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan shu fayzli xonadonimizda sotuvda. Yaxshi lokatsiyada joylashgan, mahallamiz keng, ko'cha qismimizda zeleniy zona uchun joylar qoldirib ketilgan. Bemalol bitta mashina qo'ysanglar ham bo'ladi ko'chada. Uyimizning jiloy maydoni 500 kvadrat metr, kattagina darvoza qo'yilgan. Eshikdan kirishimiz bilan chiroyli darvozaxona kutib oladi. 4 ta mashina bemalol olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Asosiy eshigimizda uyimizning ichki qismiga kiradigan. Yorqin ranglardan foydalanilgan, odamni ko'zini charchatmaydigan stilda remont qilib bitkazilgan. Bu yoq tomonda zeleniy zona, yozgi oshxonamiz, orqasida umumiy hojatxona. Zo'r mahallada joylashgan uyimiz. Fasadiga baho beringlar. Uyimizda 6 ta xona, 6 ta sanuzel, 2 ta katta hol, oshxona, kattagina basseyn, turetskiy hammam va finskiy sauna joylashgan. Hammasini sizlarga ko'rsatib tushuntirib beraman. 4,5 sotuvga, lekin hovlimiz juda ham keng tushgan, planirovkasi yaxshi. Bitta katta oila yashashi uchun hamma sharoitlar qilingan. Asosiy eshigimizdan kiryapmiz. Kirishimiz bilan chap qo'limizda garderob, o'ng qo'limizda oyna kutib oladi. Shotka kiyimlar ilib, tapchkalar kiyib kirib ketamiz. Birinchi xonamiz ko'p xonadonlarga o'xshagan planirovkada oshxonamiz. Oynalar ko'chaga qaragan, havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan. Keyingi xonamiz hol. Lyustralarga baho beringlar. Juda ham chiroyli chiqqan. Ikkinchi qavatga va podvalga tushadigan lesnitsa. To'g'rida zal joylashgan. Mehmoniylar bemalol shu yerda kutaverasizlar. Kattagina zal. Menga o'zim yoqqan tomoni spalniy zona отдельно qilingan. Bu yerda umumiy sanuzel bilan spalniyimizda joylashgan. Yosh kattalar bo'ladigan bo'lsa, juda ham ma'qul bo'ladi. O'rtada umumiy sanuzelimizda joylashgan. Sizlarga uyimizning ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan shunaqa lyustralar kutib oladi. Uyimizga o'zgacha vid berib turibdi. Bu yoq tomonda ham lyustralar ilingan. Birinchi xonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan master spalni, ichida o'zini sanuzel va garderobi bilan. Xonalar keng, kichkina bo'lib ketmagan. Garderobimiz, o'zingizlar shkaf yasab olaverasizlar. Bu yerda sanuzelimiz joylashgan. Akkuratniy did bilan remont qilingan italyanskiy santexnika qo'yilgan. Keyingi xonalar ko'rsatib o'taman. O'rtada kattagina hol kutib oladi. Divanna zona shu yerda maza qilib dam olib o'tirsanglar bo'ladi. Yana bitta ota-onalar uchun mo'ljallangan master spalni, ichida o'zini sanuzel va garderobi bilan. Katta oila bemalol yashasa bo'ladigan xonadon, garderob va sanuzelimiz joylashgan. Ikkita bolalar yotoqxonasi, o'rtada umumiy sanuzeli bor. Buni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. O'rtada sanuzel, chap qo'limda bitta xona, o'rtada vanniy qilingan. O'ng qo'limda ham bitta xona joylashgan. Sizlarga uyimizning podval qismini ko'rsatib o'taman. Lesnitsadan podvalga tushishimiz bilan kattagina hol kutib oladi. Birinchi xonamiz dam olish zonasi. Stol qo'yib qo'yasizlar bu yerga. Ko'chaga basseynga chiqadigan eshigimiz, turetskiy hammam va finskiy saunamiz joylashgan. Uyimizda kerakli hamma qulayliklar bor. Hamma yaxshi niyat qilgan podpishchiklarimizga nasib qilsin. Juda ham shinam, yaxshi lokatsiyadagi xonadon. Bu yoq tomonda dushovoy bilan bochkamiz ham bor. Juda ham zo'r chiqqan proyektimiz. Podvalda ham 3-4 ta xona bor. Har birini ko'rsatib videoni cho'zib o'tirmayman. Narxlarini pastda описаниеda yozib qoldiraman. Nomerlar bilan bemalol murojaat qilishingiz mumkin.